Tömecan! Töme Xo'roz! Voy, men adam tekis tömega o'xshamam-da. Men bir eptamden marab, sen uyanda çaştırab ey. Çıkmadın qayg'ıным, Allah yarim ey. Façqim ne iş? Assalomu alaykum. Mujon. Voy, Oy, nimanda deb qo'qsa deyma. men nim qo'rqaysan? Oy, senmidan? Ha? Oy, men taqsinilikqa yugurib kelsang, nimanda bi? Kalımıkinse müngüzün yok, iştimikiz, kuyruğun yok, demiş kaç be de? Voy, men deydigan-da, seni saqlayaptimi? Pulni aytgandingmi? Pulunun ati kaldı ha. Ey sen mensin bana qara, şuna pulun yüzesi artık ahmet iştimini qilib geldim deyim. Ha? Voy, sen qanchalik bir ahamiyatli ish qila olayda? Ey, mekilemesen de birey. Ben nima qilib geldim bilemse? Ha? Şunun pulunu alım da banka verip qarasam, nimini ko'rding bilemse? Ha? Qancha pul eritibmi? Şuna qilaman. Kes pulun gibi bir qilib kelsa. O bankını aldık basam, adamlar oluştukta, o demiş bo'lgandi deb qarsam, men bizning yuqori bildi ki, bir dehqonning bolasi shundoq yuqori numr bilan oliy maktabga o'tibdiga qara. Ey, bichar bolaning uyda qiyinchilik bor ekan, iqtisod yetishmay o'qishga boramay qolib. Shuningla qarsam odamlar olishibdi, oq ko'ngilli kishilar ularga iyoni qilib turibdi. Turibdi, astag'firullah, men qanday qilsam bo'ladi deb. Ahilla, benim elimde nakbol yok. Kart arıqlıq bəzən bulam desem buldu deyini qara. Şununla banka kirdim de. Kartını çıqırıb da. Şart 3000 koy serip koydum qa. Vah. Sen. Töme Xo'roz, sen. Gire, birzlik kebab bilan 5 nonni yeb o'tadigan gire. Sen aşına işini qila olamsan? Unda ishni qilgan kuning men mahallada maydonga kirib yuramini, baldı qila. İşemezlemezsin Mehmet desem bana. Şununla bankada pulunu verip lapla şu dal çıksın. Para. Ne oldu desem. Öyle bu da aparatla bağır, televizyon istasyonu ki, şuna bundan laf yürüydü. Neymiş kalsın desem, bizlik bir kırmızı evde çıkıp para. Şuna bombaydı. Unuttum, özden öyle baka, biz yakşı diyelim, nam kaldırımız da, kınmayımız da, şundak mı? Yok, kaydıklardı belki. Unuttum. Ve aleykümselam. Vay bana, mesela dedim bana, nakmış, vallahi şu dememle koğlap demem. Aleykümselam. Şinem Tömeraka, bu nimanda işmansız deyme. Bu kendinizde koğlap fakat yetişemdim ben. Motovli qaytib kelganman. Şu, qarang aka, men bir muxbir. Hem kelishimlik sabab sizni ayrim to'liq bir ziyorat qilib olay deyishibdi. Vay, boldiq sani bilan kelganman-da bu ishni. Raskada, vanda ishni birini qilsa, ma inini japatatib, seni qo'g'lab kelibdi. Shu ziraatni qisi qilmadi. Yo'q, ziyorat. Ashni ratlab bir qis qilmadi. Vaqti ish qolsa meni ancha-muncha ratlab qo'yamsiz ya. Ha, buldi. Qarang aka, Tömeraka, biz bu ziyoratimizni bor-ku, mushu naq maydondan, mushu to'r orqali bevosita butun dunyoning hamma yeriga taqdimiz. Dünya? Ha? To'ri orqali butun dunyoda hammadan ko'ramda. Hammadan ko'rdi. Men Urumshalik televizion stansiyasi bermandi uni. Ya, o televizor chiqmaydi. Bu butun dunyoda ham ko'ramda. Butun dunyoga hammadan ko'rdi. Andavash bo'lmaydi. O biz u xayri saxovat ishlarni nom chiqirimiz deb qilmaymiz-da. Biz Uyg'urlar deganda qiyinchilik odamlarga yordam qilgan urf odatimiz bor bizniki. O o'ng quloq qilgan yaxshini so'l quloq bilmish degan gaplar bor bizda bu. Ha, to'g'ri. Shunda fasad gap qildingiz aka. Shunda hurmatlik. Tömer Xo'roz, qarang. Voy, astag'firullah, og'zimda kechiring aka. Tömer aka. Og'zi kelganda. Bu shu sizlarga esil xislat, esil fazilat hammalarning o'rganishiga arziydi. Lekin bizni tashviq qildig'imiz faqat sizda emas. Nima bormi? Ha, u bo'lsa shu sizlarga esil xislat, esil ruhni shu ziyoratimiz orqali butun dunyodagi kishilarimizni ta'sirlantirish. Men tushundim Mabalning deganini. Mabal shu sanga o'xshash shundoq yaxshi ish qilganlarni ziroat qilib, ratlab, to'plab nim qildik-ya bular. Ziyorat qilib. Shu ashna qilsa, qilinglar. Qism bo'pti. Qanday bo'ladi? Voy aka, kiyimingizni yangi ishlamsiz yemish bo'ldi. Men menikini kiya, menikini. Ay, menga maylish ketgan. O'ti qolgan, ketgan qolganini bilma. Meni kiyib qatdan men chiqdim demoqchiman sen. Unda biroz saqlab turinglar, hozir kelma.
Bek yaxshi qilsa. İşte qilalamsa. Yo. Endi ishondim ha. Ishondim. Ma bu kelmagan Ujum, putuva tork emasmi bu? Da yo'q-a? Undama ujum rosto o'mchikdek tork emawa. Oshnomiz torma. Nima qildi bu? Yanchib yana bir torba ekan ona. Bosh apparat. Men tayyor bo'ldim. Ma, bola, Biz ziyoratini boshladim, ha? o'zini Tegdi. Yanchib soldi. Ama torb qaradi. Voy! Voy bu nur yo'q, qop-qorong turdi bunda. Chiroqni atamdan nima? Chiroqmi? Ha? Niye bir chiroq var babamda? Voy, men gapligimni ko'ring. Va apparatni og'zida ochlyapman, kecha. Ha, ma to'rni o'zlashmabdi. Ha, nurka. Andas boshlaylik, ha? Assalomu alaykum, hurmatli. Ama pigoran tatadi. Voy. Assalomu alaykum, hurmatli turdosh do'stlar. Ko'ryapsizlar Jahonnam to'ri naq maydonda bevosita taqtilayotgan chosni chistish programmasi. Men riyosatchi do'stlar shovqin bo'laman. Tövende. Şaqirat mufkam. Yo'q, shovqin. Nima unaqa nima chavusni chiqish degan biz yaxshi anlamam nima? Setdan tilagandek lag'mizgina chavusni chiqish. Ya, aka qarang. Gap deganni qayoqqa bursak shu tarafga mangdi. Biz maxsus mushta yaxshi ishlarni bayqab chiqdi, tashkil qilamiz. Ay meniki yayni sağlam bo'lib keldi bu. Voy voy. İkimizin tane yiyotganmiz. Davomlashtiramiz, ha? Ha. Hurmatli turdosh do'stlar. Men hozir bir saxovatchi akaning uyida. Baya intayin ta'sirli ishni bir so'z berdi. Bir dehqon aka o'zi ming bir jafar ishlab topgan pullarning hammasini qiyinchilik va o'qishga iyona qilyapti. Mana, elimdagi dal shu saxovat egisi Temir Po'lat aka bo'ladi. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Ha, qo'shqina o'tiring. Mana o'tiring. Temir aka, siz hozir iyona maydonida qaytib keldingiz, shundaqmi? Ha? Biz bu shu oldi keyin kirdikmish qo'rg'oga. Nima uchun ziyoratimizni qabul qilmay, naq maydonda qish ketasiz? Va, bu Leypin ro'yda o'g'inimiz. Men muhimi bizda men o'ng qo'lan qilganda men so'l qo'lan qarab tus bo'lmaydigan gap bor. Ha? Tuzik demamsa, o'ng quloq qilgan yaxshi, so'l quloq bilmasin degan gap bor. O'ng so'l emas, muhim pul jimotiran. Temir aka, nima uchun iyona qildigan bo'lib qoldingiz? Buningni cho'fkan. Bu bir yaxshi-ku. Bo'ldi qilsang bo'larmikan? Nim bo'ldi? Iyonni men qilgan. Hayran sen rostda meni radlay chiqasan. Shu vaqtda qanday o'yladingiz aka? Endi jiqma o'ylanib ketmadim fikam. Endi qiyinchilik bor ekan, yaxshi o'qigan bolaga yordam qilib qo'ydik. Bu dunyoda kimning qiyinchilik bor deysiz, endi bir-birimizga yordam qilamiz. Endi mishlar bir ishlar bor ekan bu dunyoda. Endi biz men degan puli bor odamdan bor, menga bunda boy itimat desa bo'lmaydi. Bu dunyoda balakning chaqirib paqiraydigan ish bor. Endi bu menga mishlar bir boylimni ko'rdik deydi. Yuri dayat. Shunday yaxshi gap qilmadingiz aka. Ha, siz hozir uyingiz qanchadan bor? Uyda 4 jam bor, 2 qizim bor, 1 o'g'lim bor. 2 qizim yotib qoldim, 1 o'g'lim peşimda. Ha, bu o'g'lingiz uyini cho'nkanda unda qolsa. Nima deydi bala? Nima bo'ldi? Sizga bu bo'yingiz o'g'a bilan ko'zingiz yo'qqa jumasizdan. Shu nima bo'ldi? Bu ishimizga mana quduvaja quda. Voy. Mening o'g'li, mening qizimning qo'lida. Voy, Mana. Mana qizim bilan o'g'limning qo'lida. voy, sizlar qudubojidanglar. Manda deyman Voy, siz. sizning ismingiz? Meni Jappar Mulloh deydi mayalda. Mening o'g'limni qiynatseman. Men mana qizini qiynatsa. Qiziq yaqin kezdim. Men qeri paynak bo'lsa o'g'lingda. Voy, kechiringlar, men xatolashib qoldim. Ey, Temir aka, unda bo'lsa hadimiz ko'rinmaydi-ku. Mashkalarning ayoli kasal sababidan baldir tugab ketdi. Rahmatli. Endi shu ikkimizning turmush kelganda sal peshonimiz ta'tirab qoldik. Va yo'q, meni xil yaxshi bo'libdi. Men yurt bilan bir mazmunni tunishtirgan, choy ekirman. Voy, muborak bo'lsin aka. Temir aka, unda bo'lsa sizlar odat qanday kirim qilsizlar? Biz dehqonchilik qilamiz. Biz asosiyatdan teriymiz. To'g'ri. Biz nurg'un yerlarni ijaraga evaldik. Kirimiz yaxshi. Kirimiz yaxshi. Terimiz ham biz. Bayatın degandek mush ko'ktab, say, mush qo'g'un tog' zamin terimiz biz. Oy bu shu nechun o'liq bog'larimiz odam tutam. Bu munofiqimiz bak yaxshi emasmi? Ha shu xotindan boshqasi sening meni deyishmaymiz biz. Voy. Mana. Shu yaqin Bu ne ketdi qizgansan? Oy qiziq bu. İkimizde ittifak bek yaxshi. Pullarni hamini men saqlayman. Mustaqlaydi. Men hamini berman, sal chimchi bo'lar.
Tömür aka, siz muşu bir dehqon turib, o'zingiz muşu ming bir jafoda ishlab topgan 30 ming yuan pulning hammasini shu qiyinchilik va o'quvchi bolaga iyona qilib atdingiz. Bu asharga hammalarni ta'sirlantiryapti. Endi fikam. Qancha? 30 mi? Ya. Yaqa. Ben Shundaymi? Voy aka 30 mi? ya. Fikam o dedi. Xato gapda ma bola. Voy rost 30 mi? Kamtarlik Ya, qildi. sen emas desa Ben dedim ben kaçam ben dedim. Senin 3000 koy pulun ballarning benzin puliga yetmas. Misha qo'g'landi. Xato ketingizkan. Ko'rdinglarmi aziz to'rdosh do'stlar, ko'rdinglarmi? Uyga agishib kelib shunchalik qilsakmi, iyona qilgan pulning sonini digili unmayotdi. 30 ming iyona qilib 3 mingni berdim degani ko'rmamsizlar. Siz pul iyona qilgan tumrak siz shu-ku. To'xtab tur, birdan to'liga qilmay. Ha? Ha. Öyle ki 30 ming degan gap nereden paydo bo'ldi? Qarang aka, siz iyonani bank kartasi orqali berdingiz shundaq-ku? Ha, siz bankka shu kartini surtgandan keyin iyona yuqchilarning hisobotiga 30 ming kirdi-ku. Voy. Voy. Ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi? Nima degan isl qislat, nima degan isl fazilat ha bo'ladiki. Fikam to'xtab tur, qilmoqda vermay. Voy, Sen qamishmim öyle atamazsın şey bakın. Hadi rakır. Bana gilak qilib ketdi. ma'qul. Hurmatli to'rdosh do'stlar, e'lonni keyin ko'rishaylik. E'lonimiz intay qisqarli. Hey, sen zaten neç pul verdin? Şman. Ye? Da qaraysan qo. Şemiz. Da qarasam şman berdin mi? İşemsen banka verip so'rab bak. Banka kelmang 4 xonni besing dedim 4 nol. İşemsen birler, onlar, yüzler, minglar boyru oldum 3'ünü besiydim. Hey, sen bu 30 mingni hammani beriyorsun da.